Leşimize başlayımız, davamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Prezident Trump bilen Prezident Vladimir Putin'in söhbeti. Amerika ve Rusya'nın məxfi sodasıga Cungonu söylep girdi. Mavzu mundaq. Prezident Trump bilen Prezident Vladimir Putin'in söhbeti Amerika ve Rusya'nın məxfi sodasıga Cungonu söylep girdi. Mavzulu haber 7. ayının 3. günü G'arbiy harbiy ishlar to'g'rida e'lon qilindi va shu kuni Vanvetor beti ko'chirildi. Xabar mundaq boshlanadi. Gerçi tashqari dunyoda kishilar umumiydek bu qatimqi uchrashishga to'g'ri qaray olmayotgan bo'lsa-mu, lekin oldimizda o'tkaziladigan Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin suhbati bari ikki davlat rahbarlarining bir qatimliq strategik uchrashishi bo'lib hisoblanib, yanala nuqtalar orqali doirani yetaklab, ikki davlat munosabatida muz eriydigan mumkinlikka izlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlar Aqsray davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton Moskvani ziyorat qilib, Prezident Vladimir Putin ve Rusya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov qatorliq rahbarlar bilan ko'rishib, qaytib kelgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rusya Federatsiyasi ikki davlat rahbarlarining 7. ayının 16. günü yana Finlandiyaning poytaxti Helsinkida uchrashadiganligi belgilandi. Bu görüşüş iki devlet rehberlerinden ötken yıl Germaniya Hamburg şehrinde ötküzülgen 20 devlet başlıkları uçuruşuda görüşkenden keyin ve Vietnam'da Cangang şehrinde uçuruşkandan keyin yeni bir katımlık uçuruşu bulup hesaplanır. 6. ayının başlarında Amerika matbuatları katta haber ilan kılıp Aksaray Amerika Qo'shma Shtatlarının Prezident Trump bilen Rusya Federatsiyasining Prezidenti Vladimir Putin'ning Amerika'nın Rusya turishliq bosh elchisi Hong Bifuning Washington qaytib kelib, bu qatimqi ikki nafar prezidentning uchrashishini ilgari suradiganligini tilga olgan edi. Kanadaga berishning arpsida Prezident Trump yana bir qatam Rossiyaga yaxshi muomala qilib, taraqqiy topgan 7 davlat bankisining Rossiyani qayta qabul qilib, 8 davlat bo'lib shakllanishini chaqiriq qilganda, Yevropada patparaqchilik keltirib chiqargan edi. Hava bekçisi vatandaşım keçiren meni. Yevropada patparaqchilik keltirib chiqargan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rusya Federatsiyasi davlat rahbarlarining uchrashishiga haqiqatan ehtiyoj bor. Navbatda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump bilan Rusya Federatsiyasining Prezidenti Vladimir Putinning uchrashishiga, ya'ni hozirgi jahon ehtiyojliq degandek ehtiyoj. Prezident Trump Aqsharga kirgandan beri Amerika Rusya davlat rahbarlari ikki davlat munosabatini yaxshilashni zo'r darajada umid qildi. Prezident Trump Rusya Amerika munosabatini yaxshilashni oshkora tilga oldi. Hatta Twitter'da fikir qoldirib, Rusya Amerika qo'l tutishib taş bilen kirpik, kaş bilen kirpik o'tirisidagi yer shari xarakterlik masalalarini ortak hal qilishni bildi. Prezident Trump hatta Twitter'da fikir qoldirib, Rusya Amerika qo'l tutishib kaş bilen kirpik o'tirisidagi yer shari xarakterlik masalalarini ortak hal qilishni bildirdi. Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash Prezident Vladimir Putin Rusya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministrligiga topshirgan eng muhim vazifa.
Aqsarayning bayonotiga asoslanganda Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin Amerika Rossiya ikki taraf munosabati va davlat bexatarligi munosabatlik bir qator temalar bo'yicha muhokama elib borildi. Navbat Amerika Rossiya Federatsiyasi ikki davlat munosabati allaqachon farqsiz muhit. Savu kısa. Allaqachon farqsiz muhitga kirib keldi. İki davlatning bu qatam o'tkazadigan rahbarlar suhbatining amaliy va umidlik bo'lishiga ishonamiz. Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putinning suhbati ikki davlat rahbarlarining bir qatamliq strategik suhbat elib berishi bo'lib qoladi. Yanala nokta bilan dairni yetaklab ikki davlat munosabatida muz erish mumkinligiga elib boradi. Ve ikki davlat munosabatining kelgusi taraqqiyotini strategik tafakkur bilan yetaklaydi. Aqsaray Amerika Dünya To'rt tashkilotidan chekinib chiqsa erkin bo'lamdi. 7 ayning 3-kun Manbet Tor betida e'lon qilindi. Bu yangi xabar vatandoshim. Aqsaray Amerika Dünya To'rt tashkilotidan chekinib chiqsa erkin bo'lamdi dedi. 7 ayning 3-kun Manbet Tor beti yig'inda Aqsarayning amaldori Prezident Trump hukumatining yaqin fursatda Dünya Savdo tashkilotidan chekinib chiqib, adil va o'zaro manfaat yetkazadigan qonun loyiha o'tirib qo'ydiganligini oshkorladi. Bu qonun loyihasi Prezident Trump hukumatining Dünya Savdo tashkilotiga parvoyi palak bo'lib, savdo siyosatida prezidentga texnik cho'ng huquq berdi. Oxirgi xabar qisqacha yozildi, qisqacha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgandim. Shunga jumlalarda sal igizpas bo'lib qolib kechiringlar. Hozir Aqsarayning bayonotida yuqoridagi mavzuga asoslanganda Prezident Trump hukumati hozir Dünya Savdo tashkilotidan chekinib chiqadiganligi to'g'risida o'ylashayotganligidan iborat yangi xabar o'ttirib chiqdi. Diqqat shuning vatandoshim eliqi boj qo'yish 500 milliard 200 milliard degan gaplarga selish to'g'anda agar Amerika Qo'shma Shtatlari Dünya Savdo tashkilotidan chekinib chiqadigan bo'lsa, vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi savdo munosabatlari qanday bo'ladi? Bu og'ir savolga sizning tasavvuringizdan yordam yetib keladiganligi ishoniman, hurmatli vatandoshim.